İngliz tilini nima uchun o'rganamiz? Wang Ming o'zining "Men va Uyg'ur tili" degan maqolasida "Men Uyg'ur tilini bilganim uchun qattiq faxrlandim. Uyg'ur tilini ishlatadigan har qanday fursatni qo'ldan berib qo'yishni xohlamaydim. Uyg'ur tilini o'rganish davomida shuni his qildimki, yangi bir til odamga yangi bir jup ko'z, yangi bir jup quloq, yangi bir miya, yangi bir qalb ato qildi ekan" deb yozadi. Bu bayon til o'rganishning ahamiyati va unumi haqida joyida baho bergan. Yangi bir tilni mukammal o'rganishning odamning qalbidagi taqoq bir darvozani ochadiganligi, tafakkurni qanotlantiradiganligi aniq. Chunki yangi bir tilni o'rganish yangi bir xil tafakkur shaklini o'rganishdir. Ammo samimiylik bilan aytganda, Uyg'urlarning, jumladan Uyg'ur yoshlarining ingliz tili o'rganish maqsadi usulida o'ylanish tegishli bir muncha masalalar bor edi. Men bu masalalarni hali burunli his qilgan va uni tuzatishga ozroq bo'lsin foydasi yetar degan maqsadda sarxush ingliz tili darsligini boshqacharoq metod tuzishga tirishgan edim. Havay universitetiga kelgandan keyin Uyg'ur yoshlarining ingliz tili o'rganishida saqlangan masalalar haqida tabiiy holda yana o'ylanishga majbur bo'ldim. Buningga bir qancha ish sabab bo'ldi. Men Amerika Sharq-G'arb tadqiqot markazining Havay universitetidagi 12 qavatli binosining 12-chi qavatida turatdim. Bizning qavatda Ossondagi Yevropalik va Amerikalik o'quvchilarni hisobga olmaganda, Osiyodan kelgan o'quvchilar asos salmoqni egallaydi. Bir oshxonada 20 ga yaqin odam bo'lgandan keyin kirib chiqish va tomoq yetish davomida tabiiy holda do'stona paranglar bo'lib o'tadi. Dastlabki kuni bir Vyetnamlik aspirantning yana bir hindistonlik o'quvchi bilan qilishgan parangni anglab qoldim. Ular ingliz tilini to'limi buzib talaffuz qilyotdi. Ba'zida maqsadlarini bir-biriga uqtirolmay, tamg'a yezishga majbur bo'ladi. Ularning talaffuzi o'lchamlik bo'lmag'achqa, nima deyishayotganligini bakmi ta'sida anqira oldim. Asli ular yangi mavsumda tanlamoqchi bo'lgan darslar haqida so'zlashayotgan ekan. Keyincha men hali ko'p aspirant o'quvchilarning ingliz tilini buzib so'zlaydiganligini bilib hayron qoldim. Ularning o'qish, yozish, so'zlik saviyasining yuqoriligida gap yo'q. Bo'lmasa, universitetga tanlamaydi. Lekin ular o'lchamsiz talaffuzda ingliz so'zlashdan xoli bo'lolmaydi. Talaffuzini o'zgartirishga amalsiz edi. Men vatanlik chog'imda sarxush ingliz til tarbiyalash markazi va bir qism universitetlarda bir qancha qatim inglizcha leksiya so'zlagan. Yuqori saviyalik inglizcha, ig'iz tili kurslarini ochgan, chet ellik yo'q sharoitda tamg'a, aynakka qarab so'zlash, o'z ovozimni unalg'a ilish orqali ig'iz til qobiliyatimni o'stirgan edim. Havay universitetida bu tirishchiliklarimning foydasini ko'rdim. O'zimni ifodalash jihatda afzallik tuyg'usiga erishdim. Vyetnamlik o'quvchilarning tili inglizchaga ta'sir qiladi. Ba'zida ularning nima deyotganligini uqquli bo'lmaydi. Taylandlik, Filippinlik o'quvchilar o'z davlatida ingliz tili ikkinchi hukumat tili sifatida ishlatgachgimi ingliz tilini nisbatan ravon so'zlaydi. Hindistonlik, Pokistonlik o'quvchilar ravon so'zlaganda qilgan bilan gapida o'z ona tillarining purqi kuchli edi. Vatanda bir necha qatim bir qancha o'quvchi ingliz tilingiz yaxshi ekan, chet elda necha yil turgan deb so'radi. Men chet elga chiqib boqmaganligimni, ingliz tilini butunlay o'zligimdan o'rganganligimni aytganimda, ular hayron qilishadi. Keyin bu savolga necha qatim duch keldim. Bir kuni Wuhan universitetida iqtisodshunoslik kasbida magistrlikni tugatib, Havay universitetida doktorlik o'qishni boshlagan jungolik o'quvchi Jang Hao men bilan paranglashib mundaq dedi. Sizlar Uyg'urlarning chet el tili o'rganishda haqiqatan ortiqchiliginglar bor. Men vatandagi vaqtimda ingliz tilini yaxshi so'zlaydigan bir necha Uyg'ur o'quvchi bilan yaxshi o'tdim. Janxo deyotgan bu gapni men Urumchi turgan vaqtimda bir qism Xanzu birodarlardan chet elliklardan anglagan. Bu gapning ma'lum darajada asosi bor edi. Uyg'ur o'quvchilarning tili avrishim, yepishqoq bo'lg'achqimi aytavr ingliz tilining talaffuziga o'ng'ayli og'iz keladi. Yaponiyalik, koreyaliklarga talaffuz qilish ta'sir qiladigan german tilidagi ö, arab tilidagi q, rus tilidagi j, fransuz tilidagi g tovushi Uyg'ur o'quvchilar uchun hech gap emas edi. Ammo bu bir xil hissiy ko'zitish. Uyg'ur o'quvchilarning talaffuzi itik chiqqani bilan izchilligi, chidamchanligi va yuksak g'oyasi kam. Tez qizib, tez soviydi. Har xil maqsadlarda va boshqalarni do'rab kurslarga qatnashganlarmi yo'q emas. Amaliyotda aniq maqsad, sijilliq, jangovarlikni o'ziga hamroh qilmagan har qanday o'quvchining til o'rganishi mag'lubiyat bilan oxirlashadi. Buning bilan mag'lubiyatdan keyin uzoq muddatli tushkunlik, ingliz tilidan sovish, qo'rqish kayfiyati paydo bo'ladi. Chet el tilini o'rganishga kirishayotgan Uyg'ur o'quvchilarda ikki qutbga chiqib ketish ahvoli mavjud. Ya'ni birinchi qutb
كۆپچىلىكلەر خېلى جىق ۋاقتى ۋە زېھنىنى سەرپ قىلىپمۇ ئىنگلىز تىلى ئۆگىنەلمەي چېكىنگەنلەر. بۇنداقلار خېلى ئۇزاق قەبلىشىپمۇ بىرەر ئۈنۈمگە ئېرىشەلمەي بۇ تىلدىن سوۋۇپ كېتىدۇ ۋە كېيىنچە تىل ئۆگىنىشكە قىزىقماسا بولىدۇ. Hatto ba'zilarining sovishi ularning boshqa jihatdagi intilishlariga salbiy ta'sir ko'rsatishi, mijozdagi tutamsizlikqa, o'ziga ishonmaslik tuyg'usiga sabab bo'lib qolishi mumkin. Bu bəhmə əfsuslanarlıq iş. Bəlkім öyrənməyənlər nima üçün öyrənməganligining sababi haqida til öyrənishning g'oya, usul va jarayon masalalar haqida o'ylangan bo'lsam, bundaqmi natija kelib chiqmas bo'lg'aydi. Ikkinchi qutbdagilar dal bularning aksicha. Ingliz tiliga xali tili kelib qolgan, ma'lum saviyaga yetganlar. Ularning orasida asos salmoqni egallaydi. Bundaq o'quvchilarda o'ziga ishonish hissiyoti bəhmə kuchayib ketadi. Hatto ingliz tilini yaxshi so'zlaganligi uchun o'zini hech kimga tan qilmaydi, hakavorlashidi. Xalqaro tilni bilganligidan kelib chiqqan hayajon ularni uzungacha papilaydi. Amaliyotda uzun davomlashgan bunday hayajon bir xil benormallikning ifodasi. U tabiiy holda ingliz tili o'rganish oxirgi maqsadmi, ingliz tilini bilish hammaga barobarmi degan savol tug'iladi. Ingliz tilini yaxshi so'zlash jalbkor ish, ammo hammaga barobar emas. İngliz tili nishon yetish davomida besib o'tadigan bir ko'rik, ammo oxirgi nishon emas. Oxirgi tochkum emas. Ingliz tilini qurol qilib turib qildigan ishlar behmijiq. Ingliz tilini so'zlab olgani uchun faxrlanib yurganlar bu so'zning vazni ustida cho'nqurroq o'ylanib bo'lgan bo'lsa, balkim qonqiydigan yangicha bir nishonni tepishga yordam bo'lar edi. 2002-yili men Visal testamaxonasidagi ingliz tili anjumanlariga xali ko'p borgan edim. Keyinchi faqatla bormas bo'ldim. Sababi bu yerdagi ba'zi noto'g'ri kayfiyatdan ichim pushgan edi. Ingliz tilini yaxshi so'zlayman deb o'ylaganlar o'zini ko'rsatishga bahmi kuchaydi. Oddiy temalarda har qatam so'zlashishga rozi ediki, mulohaza qiladigan cho'nqurroq tema chiqib qolsa, darhol o'zini chetga oladi. Har qatam borganimda nima ish qildiganligim, ingliz tilini qanday o'rganganligim haqidagi o'xshash savolga javob berishga majbur bo'lardim. Ahmiyetli temalarda munozara qilishni xohlaydigan yuqori saviyali suhbatdoshlarni topmoq bahmi mushkul edi. Mana mening mushundoq ingliz tilida so'zlash zo'rligi bormaganimga 5 yil bo'lib qopti. Balkim hozir Visal testamaxonasida bo'ladigan parangning shakli va muddosida kayfiyatida o'zgarish bo'lgandi. Navada ingliz tilida so'zlash so'rovlariga berish faqat yangi chiroylar bilan tanishish, bir qapas o'zini ko'rsatishni maqsad qilgan bo'lsa, undaqda bu xohish odamning suzuq qalbiga tushgan mita, vaqt va zehniga tushgan qurut. Yoshlarimizning ingliz tili o'rganish haqida o'ylanishimga sabab bo'lgan yana bir omilmi bor. Bu vatanlik chig'imda Abdurahim O'tkirning Uyg'ongan zamin iz qatorliq romanlari ingliz tiliga tarjima qilinibdi deb anglagan edim. Vatanda bu kitobning inglizchasini topolmagandan keyin Havoyga kelib, kutubxonadan, Google, Amazon qatorli xalqaro tor kitobxonlardan dergini qildim. Ammo hech qanday natija bo'lmadi. Balkim men anglagan uchur aynan bo'lmasligi yoki tarjima qilingan bo'lsa, men topolmayotgan bo'lishim mumkin edi. U urinish davomida yangi bir nuqtani his qildim. Uyg'ur tilida yozilgan asarlar texnik xalqaroda tunishtirilmagan holat ekan. Bizda tarjima qilishga tegishli chet el o'qirmanlarning diqqatini qo'zg'ay oladigan roman, she'r va maqolalar ozroq bo'lsa-mu bor. Ammo uni ingliz tiliga tarjima qila oladigan tarjimonlar yo'q. Chet elda magistrlik, doktorlikni ingliz tilida o'qish asar tarjima qila oladiganligidan derak bermaydi. Texi ingliz tiliga tarjima qilgan taqdirdami, u tarjima kitoblarni nashr qilishni xohlaydigan nashr savdogarlarini tepish bahsi mushkul. İngliz tili o'rganuvchilar orasida o'zimizning munavvar asarlarni ingliz tilida tarjima qilishning ahamiyati haqida o'ylanadiganlar bordir. Ammo bu vaqtda qattiq mehnat qilayotgan yoki biror amkikini ro'yobga chiqarganlarni biz tax uchratmadik. Chunki chet elda yoziqchilik qilish bakmi ta'sish. O'ng'ayishga ko'nib ketgan tabiat bilan bu nishonga yetkil bo'lmaydi. Angliyaning mashhur jamiyatshunosi Zygmunt Bauman masalani o'tirib qo'ymaslik, uningga javob bermaslikdan hal qilish kun tartibiga qo'ymaslikdimi yomon deb yozadi. Til o'rganish pozitsiyamizda, maqsadimizda masala borga bo'lgan ekan, undaqda bu haqda mulohaza yurgizish va javob izlashga urinish zarur. O'z navbatida yana shunimi deb o'tib ketish kerakki, 1950-yillarning oxiridan boshlab To'xti Boqi Artishi, Abdukarim Xo'ja qatorliq Uyg'ur adabiy tarjimaligining peshvolari xanzucha Uyg'urcha tarjima amaliyatiga yo'l ochib bergan.
Hozir cho'lti bo'lsa-mu, Xanzucha Uyg'urcha tarjima nazariyasi bor bo'ldi. Әмді яңа дәвірнің пұқралары бұл сүптіміз білән İngilizce Uyg'urcha, Uyg'urcha İngilizce тәржім тақазасыға вә шундақ бір толқынға мұқтаж болуатымыз. Bu urunuş бүткін xalqni dunyoning eng ilg'or madaniyat uchurlari bilan xabardor qilishda to'liq zarur ahamiyatga ega. Munosabatli rahbarlar, nashriyat organlari İngilizce Uyg'urcha, Uyg'urcha İngilizcha tarjimasining hudisidan chiqa oladiganlarni tarbiyalashga ahamiyat berishi və qulaylik yaratıb beriş cəhətlərdə tirişçanlıq ko'rsatish kerak. Havay Universitetiga kelib qatnaşqan selishtirim madaniyatşünaslıq dərsida guruh müzakirələri və münazirələr bo'lib turadi. Mən ingliz tilida chet elliklar bilan munoziraga tushib, nurg'un yangi uchurlarga erishdim. Bu jarayonda ingliz til iqtidorimdan yaxshi foydalandim. Universitetda o'qiyotgan chog'larimdami bosh munozirchi bo'lib, xeyli jiq munoziralarga qatnaşqan. Shunga bu jihatda alohidalikim İngiliz tili münazirələrdə xəli əsqatdı. Arlıqda ustoz Abduqadir Jaloliddin London Universitetidagi yatağıdan telefon berib, Havay Universitetiga o'qishga kelganligimni tabrikladi. Və gepining oxirida ingliz tilida asar yoza oladigan odam bo'lib chiqishimni umid qildiganligini bildirdi. Men tirishdiganligimni bildirdim. Ammo bu umidni oqlash ko'p kuch va zehn talab qiladi. Abduqadir Jaloliddin akamning bu so'zda butkul Uyg'ur adabiyotining kelgusiga bo'lgan istiki, ixlosi va ijtimoiy mavjudligimizni sirtqa e'tirof qildirishni izlaydigan burish tuyg'usining purg'i bor edi. Madaniyatlar faqat mana shundoq aktiv, yuzma-yuz dialoglashish orqali o'zaro tushunish hosil qila oladi, taraqqiy qildira oladi. Telefonni qo'yib, xiyollar qaynimida xali uzungacha o'tirib ketdim. Har bir umid, tilak men uchun g'oyat zo'r besim va qamchi edi. Yaxshi atqımı ba'zida qamchi kerak-ku. Bo'libmi izlangu takrar turmush ritmiga ko'nib ketgan bizlar uchun besim qamcha texmi kerak edi. Men ashu bir xildagi takrorlikdan qutulish uchun o'zimdan halqishni ixtiyor qilgan edim. Rossiyaga patmay Angliyada o'ltiraqlashib qolgan va xalqarada yuksak obro'ga erishib, Oxford Universitetida uzun yillik o'qituvchilik qilgan musafir faylasuf Isaiah Berlin Reallik tuyg'usi degan kitobida shunday yozadi. Aslida o'zingga mansub bo'lmaydigan va seni chiritadigan reallikqa va shu reallik ato qilgan vaqtlik manfaatga aldansang, o'zingdan ayrilib qolasan. Ingliz tilini bilib kallamda ideya bo'lmasa, ingliz tilida parang qilsam, ammo parangimda mazmun bo'lmasa, bu men uchun xatarlik ish edi. Halbuki men to'g'ri elvatgan bu nuqta ingliz tilini so'zlayolganlik uchun faxrlanib yurgan oz sondagi yoshlarimiz orasida umumyuzlik kayfiyatga aylangan edi. Ba'zi yoshlarimiz hatto ingliz tili o'rganish davomida yo'lni qing'ir mengib, yotlarning diniga, yo'liga kirishga ulgurgan. Uyg'ur tili Uyg'ur madaniyatidan zerikishga boshlagan edi. Bundaq bo'lsa qat'iy bo'lmaydi. Tagore o'z tilimiz bilan deyilgan safsata boshqalarning tili bilan deyilgan hikmatdan ulug' deydi. Yoshlarimizning chet el tili o'rganishlik pozitsiyasi az bir qismlarning til o'rganishda aynib ketishi til o'rganishdagi ortiqchiligimizni qizg'inlik va tantaklikka yam qilib berish jamiyat psixologiyasi nuqtasidan tadqiq qilishga javob izlashga izlaydigan taraflar edi. Uyg'ur o'quvchilarning chet el tili o'rganish masalasini jamiyat psixologiyasi nuqtasidan o'ylanib yurgan kunlarimning birida Angliya Durham universitetida doktorlikda o'qiyotgan Boq Ablamid akamizning Uyg'ur o'quvchilarning til o'rganish pozitsiyasi to'g'risida degan temada doktorlik maqolasi yozayotganligini o'qib xushal bo'ldim. Demak, men o'ylanayotgan bir masalaning boshqa tadqiqotchilarning diqqat nazariga ilinishi, ingliz tili o'rganish jihatidagi g'oya, maqsadchanlik qatorliq nuqtalarda masala borligidan va uni jiddiy tuzatish kerakligidan derak beradi. Havay Universiteti kunlar bakmi tez o'tadi. Arliqda Pearl Harborga sayohatga chiqdik. U yerga borgan chog'imda tarixdagi Pearl Harbor voqeasi va mushu haqda ishlangan kinoga bog'lab nurg'un xiyollarni surdim. Keyin shahar chetidagi Waipahu orlig'ime chiqdim. Honoluluning ko'chalarini talay qatimlab yolg'iz aylandim. Ko'chalarning hayvatligida, go'zalligida gap yo'q. Osmon palak binolar ma'nodamda bir uchrab turdi. Yo'llar pokiz va tinch. Mig'ildab o'tish bergan odamlarni uchratqil bo'lmaydi. Ammo mening uyimcha, egiz bino degan Urumchida mukurman. Nansandagi go'zal tabiiy manzarasi bu yerdagidan qalishmaydi. Bu yerning hayvati, pokizligi, go'zalligi men uchun nima?
bu yerdagi o'rnimchu. Özüm hər joyda mən ko'nglim sendadur degandek Pearl Harborda, Honolulu ko'chalarida, Hawaii universitetining ichida surgan xayollarimning ko'pinchisi mavjudligimizga, biz duch kelayotgan yangi masalalarga va boshqa ijtimoiy temalarga yondashatdi. Hawaiining karvatida yetib, Uyg'urning tushini tushaytdim. Dastlabki kunlarda Urumchi yanyan yo'lidagi oshxonalarda yegan lag'manlarni, anam yetib bergan polo cho'churlarni, yanyan yo'lidan Urumchi shahri Do'stlik doktorxonasigacha bo'lgan orliqdagi to'pilik yo'lni shunchalik seg'indim. Bara-bara ilmiy o'qish muhitiga boshchilab kirishim bilan qursaq g'ami ancha muhim bo'lmay qoldi. Tayyor cho'p, gangpan degandek vaqt oz ketadigan tamoqlar bilan qursaqni aldashga usta bo'lib ketdim. Kunga yamonmi ko'yganmi desa ko'ngan deb to'g'ri aytibdikan burunqilar. Kalla nimaning muhimligi haqida hukm chiqarishni o'rganganda mazlik taomlarga ko'nib ketgan g'alvixo'r qursaqmi roish bo'lib qoldi ekan. Ammo quyuq ingliz tili muhitida yuraverib Uyg'ur tilini shunchalik seg'indim. Aldirashchilikda Uyg'ur tilida yozilgan kitoblarni elib olmaganimga pushaymon qildim. Ana tilining mehri ajoyib bo'ldi ekan. Men ingliz tilida darslarga, munozirlarga, ilmiy muhokama yig'inlariga qatnashatdim. Lekin Uyg'ur tilida tafakkur qilishdan xoli bo'lolmaydim. Mehrlik Uyg'ur tili tiniqim, xiyolim, tushimga aralashib, manviyatimning yadrosini tashkil qilgan edi. Hawaii universitetiga kelib bir oy bo'lganda Urumchida mendan inglizcha o'rgangan bir tirishchan o'quvchimning ilxatini topshirib oldim. U xatida Hawaii universitetida yaxshi o'qishimga tilakdoshlik bildiribdi va ingliz tili o'rgatish jarayonida duch kelgan masalalarga maslahat berishimni iltimos qilibdi. Men o'quvchimning ingliz tili o'rganish haqidagi savollariga maslahat bergandan keyin xatimning oxiriga munolarni qo'shib qo'ydim. Havaydagi kunlarimga natija kelganligingiz uchun rahmat. Menmu o'tayotgan har bir kunimga ma'no, kallamda yangidan paydo bo'layotgan savollarga javob izlab yuryotiman. Kunlar albomini yangi ma'nolar bilan bezashga tirishiman. Chunki menga tuz bergan va tuproqning menda qarzi bor.